Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 29-may skina giloslarimizni uzilish jarayoni o'rtalar rosa pishib yetildi do'stlar. Skina giloslar uzilyapti. 55 mingdan. O'zini-o'zi changlatadi, hosildorligi zo'r. Ekib qo'yib hosilga kirishini 5 yil kutmaysizlar, 2-yildan hosilga kiradi o'rtalar. Tana bo'ylab hosil oladi, mevani quyib yuboradi, kalibrini ham yetkazib beradi o'rtalar. Mana ponni mana barglarni ichi poni hosil. Quyib yuboradi meva, kalibrini ham yetkazib beradi. Buni ko'chatlariga zakas olishni boshlaganmiz o'rtalar. Buni bizda ishonchli ko'chatlari bor. O'tgan yil ko'pchilikka yetmay qolgan ko'chat o'rtalar. Zakas berib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Noyabr oyidan ko'chat ekilish mavsumi boshlanadi o'rtalar. Gilosdan bog' qilaman deganlarga bu ham bitta tanlov o'rtalar. Skina bor, Lapens bor, Svetariana bor, Giant Red bor, Real Tiago bor o'rtalar. Aloqaga chiqaverasizlar.